Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek. Bolalik xotiralari. Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek bu asarda 1917-yildagi fevral va oktyabr voqealarining bevosita O'zbekistonga ta'sirini, yozuvchining bola qalbi bu davrga talato'plariga qanday moslashganini baralla yoza olgan. Zero adib yashagan davrda jadid ma'rifatparvarlari 30-50 yillardagi voqeliklarni, Ikkinchi jahon urushining asl haqiqatlari hamda 60-yillar iliqlik davri haqida ochiq-oydin yozish imkonsiz edi. Shu sabab ham adibning kitobini yozishdan maqsadi nafaqat o'z hayoti sahifalarini varaqlash, balki yuqorida aytilganidek yaqin o'tmish haqidagi haqiqatlarini aytish ham bo'lgan edi.